Çoğun rahmat ушундай биздин Ысык-Көлгө семинар өткөрүп атканыңарга биринчиден мен Шухрат Курбановичке, Сабыржан Саидовичке чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Мындай биргелешкен семинарды өткөргөнүнө мына Өзбекстан профсоюзу менен Кыргызстан профсоюздук бирикмесинин чогуу семинары өтүп атат. Өтө кызыктуу болду. Мына доклад жасагандар бардыгын айтып беришти. Өзбекстанда кандай жумуштар жүрүп аткан, бизде кандай жумуштар жүрүп аткан биз айттык. Мен ойлойм ушул нерсе ар дайым мындан биякта уланса жакшы болот эле. Элдер ушул жерге качкандарга баарына чоң рахмат. Аман болсун, аман эсен жетип алсын. Прошел семинар, такое значительное событие между профсоюзами отрасли энергетики Узбекистана и Кыргызстана. Семинар прошел на высоком уровне. Наши профсоюзные активисты, они действительно сегодня хорошо, активно поработали. И вот такие мероприятия, семинары такого международного масштаба, они укрепляют профсоюзное движение между нашими странами. Men O'ztransgaz aktsionlik jamiyati tasarrufidagi Shimoliy To'q gazni yer osti saqlash inshooti rahbari Hayitboyev Avazxonman. Ilgari biz albatta o'ylardik, kasaba uyushmalari faqat shu joylarga borsa, o'yin kulgu yoki bir poyezdkalar tashkillaydi deb mana bugun guvohi bo'lib turibmiz. Bu qilingan tadbirda juda katta men o'zimga katta bir dars bo'ldi. Qolaversa, qilingan davra suhbatlari, olib borilgan ishlar, amaliyotlarni hammasini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik va bu texnika xavfsizligi kelgusidagi ishlab chiqarish holatlariga ham juda katta urg'ular berildi. Raqamlashtirish masalalari, mehnat munosabatlariga berilgan urg'ular albatta shaxsan meni o'zimni hayotimda katta turtki bo'ldi va bu bilan ilhomlanib kelgusida albatta ko'p xodimlarni ham mana jalb qilib seminarlarga tashkillanishiga, kasaba uyushmalari bilan birgalikda ish beruvchi sifatida bularni tashkillanishiga o'zimga maqsad qilib qo'ydim va buni albatta hayotda tatbiq qilaman. Buni qanchalik foydaliligini men bugungi kunda o'zimda his qildim. Bu olib borilgan seminar bugungi kunda Qirg'iziston Respublikasi Issiqko'l Bo'ston pansiyatida olib borilyapti. Men nimaga Qirg'iziston deb alohida urg'u beryapman? Men shu o'z faoliyatim, mehnat faoliyatimda 10 yil ilgari Qirg'iziston bilan chegarada bo'lgan munosabatlarda alohida aytib o'tmoqchiman. Ilgari chegarada olib o'tish, xodimlarni olib o'tish bo'lgan qandaydir qiyinchiliklarni o'zimiz ko'zimizdan kechirganmiz, buni guvohi bo'lganmiz. Bugungi kunda olib borilgan siyosatlar, prezidentlarimiz o'rtasida olib borilgan siyosatlar, respublikalar o'rtasida olib borilgan siyosatlar mana shuni men uchun shaxsan mana shu masalalarga yechimini topdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda hech qanday muammosiz mana Qirg'iziston Respublikasiga xizmat safariga boramiz. U joyda bizning faoliyatimiz bor, quduqlarga xizmat ko'rsatiladi. Shunda ham bugungi kunda hech qanday muammosiz o'tib kelinyapti. Bu o'z samarasini beryapti turganligi bugungi kunda olib borilgan siyosatlar to'g'riligini yaqqol namunasi desam mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari Birlashgan kasaba uyushma qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdullayev Ne'matman 3-avgustdan 9-avgustgacha O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan Qirg'iziston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan qurilgan Bo'ston Resurs pansionatiga keldik. Pansionatda Qirg'iziston Respublikasi energetika tizimi xodimlari bilan o'zaro fikr almashdik, tanishdik. Madaniy tadbirlarda qatnashdik va maza qilib dam oldik. Men Turabov Bahriddin Ishmurodovich Samarqand magistral gaz quvurlar boshqarmasida personal bilan ishlash xizmatida inspektor lavozimida ishlayman. Mana bugungi seminar davomida o'sha Qirg'iz delegatsiyasi hamda O'zbekistondan kelgan delegatsiyalar bo'lgan tajriba almashishlar juda zo'r, qiziqarli bo'ldi. Men o'zim uchun eng kerakli o'sha ma'lumotlarni oldim. Bundan tashqari mana shu yerda yaratilgan sharoitlar, imkoniyatlar juda chiroyli ekan. Bundan tashqari mana shu yerda tashrif bergan o'sha Qirg'iz delegatsiyasidan kelgan o'sha ma'muriyat tomonidan kerakli tajriba almashish bo'yicha ko'p ma'lumotlar bu yerda taqdim etildi. Men bundan tashqari mana shu yerda bo'lgan chiroyli joylarni ko'rdik. Undan tashqari chiroyli joylarga bordik. Shu munosabat bilan o'shani tashkil qilgan rahbariyatga alohida rahmat aytmoqchiman. Bu Bo'ston sanatoriyasiga barcha ishchi xodimlarni
kelib dam olishga, tajriba almashishga taklif qilib qolaman. Men Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati Birlashgan kasaba uyushma qo'mitasi raisi Boboxonov Baxtiyorman. Mana bir necha kundan beri biz Qirg'iziston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan yangi barpo etilgan Bo'ston Resort dam olish maskanida seminarda ishtirok etyapmiz. Seminar juda ham maroqli, o'zini mavzulari, dolzarb mavzulari ko'tarilgan. Qirg'iz hamkasblarimiz bilan birgalikda bugungi kunni dolzarb mavzulari bo'yicha tajriba almashinildi. Shu bilan birga Issiqko'lni diqqatga sazovor joylaridan, ko'lni chiroyli manzaralardan bahramand olyapmiz. Shu bilan birga ta'kidlab o'tish kerakki, O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan juda ham zamonaviy, ko'rkam, barcha qulayliklarga ega sihatgoh dam olish maskani barpo etilgan. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan, dam oluvchilar juda ham chiroyli, maroqli dam olish imkoniyatlari yaratilgan. Biz shu bilan birga mana seminar ishtirokchilari ham o'z navbatida tadbirlardan bo'sh vaqtlarda maroqli dam olishlar tashkil qilingan. Barcha tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men Meliy Farruh Tamirdiyevich, Ta'lim ajan shahriy fasiliyat mas'uliyati cheklangan jamiyat boshlang'ich kasaba uyushma tashkiloti raisiman. Bugun biz Qirg'iziston Respublikasi Issiqko'l tumanida joylashgan Bo'ston Resort sanatoriyasida seminarda qatnashib turibmiz. Bu seminarlarni tashkil qilib bergan hukumatimiz rahbariga va kasaba uyushma rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Nasib bo'lsak, o'z oilamiz va jamoamiz bilan shu yerga dam olishga yana kelamiz. Men Murodov Zamonali Qamarovich Buxoro neftni qayta ishlash zavodi temir yo'l sexida va yuk qabul qilib topshiruvchi vazifasida ishlayman. O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan tashkil qilingan Bo'ston pansionatiga dam olishga keldik. Seminarlarga qatnashib, bilim va tajribalarga ega bo'ldik. Sport o'yinlaridan futbol, voleybol, shashka, shaxmat, to'pqa chiqdik. Sharoitlar yaxshi. Prezidentimizga rahmat. Kasaba uyushmasi federatsiyasiga rahmat. O'zbek gidrogeologiya davlat muassasasi iqtisodiyot va moliyalashtirish bo'limi boshlig'i Muratova Komolaman. O'zbekiston Respublikasi Federatsiya kasaba uyushmasi tomonidan qurilgan Bo'ston dam olish maskaniga kelganmiz. Seminar treninglar o'tkazildi, sport musobaqalarida qatnashdik. Juda ham mazmunli, ma'rifiy, madaniy hordiq xodimlar bilan chiqarmoqdamiz. Shuni ta'kidlashim mumkinki, men o'zim korxonam tashkilotimda iqtisodiyot va moliyalashtirish bo'limida ishlaganim uchun bo'lim boshlig'i bo'lib, har yilgi tuziladigan biznes rejamda xodimlarni yanada ko'proq shunaqa chiroyli maskanlarga dam olishga yo'naltirish kerakligini, joizligini, xarajatlarni alohida qo'yishi o'zim uchun o'zimga отметка qildim. Keyingi yillarda xudo xolasa ko'proq xodimlarimizni jo'natib, dam oltirib, bunaqa chiroyli manzaralarda dam olishligini xohlagan bo'lardim. Shunchalik shart-sharoit yaratib bergan prezidentimizga kattakon tashakkurimni bildiraman. Kasaba uyushma xodimlariga ham kattakon minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Avvalambor assalomu alaykum. Mansur Toshpo'latov, O'zbek gidrogeologik davlat muassasasi davlat geologik monitoring xizmati boshliq o'rinbosari lavozimida faoliyat olib kelyapman. Kuni kecha bo'lib o'tgan O'zbekiston Qirg'iziston hamjihati yo'lidagi shiorasizdagi seminarda bir qancha masalalar ko'tarilgan bo'lib, shundan ya'ni bugungi kunda zamon talabiga raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha olgan bo'lsa, axborot burchagi bilan tanishib chiqdik. Ya'ni bu axborot burchagi bugungi kunda O'zbek Neftegaz va O'zbek geologik qidiruv tashkilotlarida joriy qilinganligi hamda mehnatni muhofaza qilish va insonlarning hayoti bilan bog'liq faoliyatini nazorat qilish bo'yicha Kaspro test rejimida ishlayotgan loyihasi bilan ham tanishib chiqdik. Ya'ni bugungi kunda agarda bu Kaspro ilovasi ishlab chiqilib, ya'ni test rejimida muvaffaqiyatli o'tagan bo'lsa, boshqa tashkilotlarga joriy etilgan bo'lsa, bu esa bizga yana katta imkoniyatdan oshish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga seminar davomida, ya'ni Qirg'iziston hamkasblarimizda amalga oshirilayotgan ishlar bilan birga o'rtoqlashdik va birda tajriba almashgan holda birgalikda mazmunli kunimizni o'tkazdik. Bu seminarimiz Bo'ston Resort, ya'ni Qirg'iziston Respublikasida o'tkazilgan bo'lib, ya'ni ikki davlatimiz, ya'ni hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida, ya'ni ikkita prezident uchrashgan holda bir yerda, ya'ni shu yerda obod
sanatoriyani qurilgan va shu yerda amalga oshirildi bu seminar. Ya'ni biz birinchi qaldirg'ochlardan biri shu bo'lib ishtirok etdik. Bugungi kunda sharoitlar juda yaxshi. Nafaqat dam olish, balki tog' bag'rida, ya'ni Issiqko'l bag'rida ko'pgina ya'ni kanyonlarga chiqib keldik, ya'ni boshqa tashkilotlar bilan birga hamjihatlik asosida ya'ni o'rtoqlashdik va birdan bo'lib tajriba almashish imkoni mavjud bo'ldi. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, ya'ni bugungi kunda ya'ni bizning boshchiligimizda O'zbekiston Energetika, Neft-gaz va Geologiya kasba uyushmasi Respublika kengashi tashkilotchilariga, rahbariyatiga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Ya'ni bunday tadbirlar nafaqat bu yil, keyingi yillarda yana amalga oshiriladi va shu tadbirlarda esa dala sharoitida ishlayotgan xodimlarni ham birda ishtirokini ta'minlash imkoniyatini beradi. Assalomu alaykum. Mening ismim Beknazov Zayniddin. Men O'zbek Gidrogeologiya davlat muassasasida yer suvlar monitoring bo'limida gidrogeolog lavozimida ishlayman. Men yoshlar yetakchisi a'zosiman. Yer suvlar monitoring bo'limidagi Sitoso markazida faoliyat yuritaman. Hozirgi kunda gidrogeologiyada asosiy dolzarb muammolardan biri bu raqamlashtirish bo'ladi. Ko'plab arxiv ma'lumotlar, ko'plab yer suvlarga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni elektronlashtirish bo'ladi. Bu elektronlashtirishda biz sun'iy intellektni ko'proq ishlatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu seminarda dolzarb masalalar ko'tarildi. Bizga ko'p anaqalar o'rgatildi. Shulardan kelib chiqib men o'zimga xulosa qilib oldim. Endi buni o'zimni kasbim doirasida ishlatishga harakat qilaman. O'zbekiston, Qirg'iziston do'stligi abadiy bo'lsin.